Barchaga salom qadrli obunachilar. Sizlar bilan men Kompot va bugungi videomizda boy va kambag'al jangi bo'ladi obunachilar. Bu tarafda boy, bu tarafda esa kambag'al turibdi obunachilar. Xullas, bugungi video, ya'ni battle'da kim yutadi, kommentariyaga o'z fikrlaringni yozib ketinglar. Okey, birinchi biza boyni uydan boshlaymiz, keyin esa kambag'alnikidan. Uyning ichida zadaniyalar bo'ladi obunachilar. Demak, biz boshladik. Okey, boy ketdi, boy emas, kambag'al ketdi. Xullas, endi boyni uyini biza zadaniyalarni, topshiriqlarni bajarib chiqishimiz kerak. Hozir boy biz uyida nimalar borligini aytib chiqadi. Salom Kompot, salom Kompot obunachilar. Mani uyimda mana bunaqa mashinalar, oltinlar, mebellar, ikkinchi etaj, balkonlar, hamma qimmatbaho narsalar bor mani uyimda. Hamma qimmatbaho narsalarni topishingiz mumkin mani uyimda. Uyim вообще ajoyib, juda ko'p xarajatlar ketgan bu uyni qurishda. Okey, demak, Kompotni o'zi hozir sizlarga ko'rsatib chiqardi va uyning ichida topshiriqlar bor. Uni bajarib chiqish kerak Kompot. Okey, yaxshi. Demak, mana bu uylarni atrofini ko'rib chiqish kerak. Judayam ajoyib ekan obunachilar. Uyini qaranglar, вообще ajoyib. Sizlarga yoqdimi ekan? Mana bu yerda rasm, podval turibdi. Okey, mana bu yerda qanaqadir sanduq. Vau, qaranglar, mana bu sanduqning ichida kerakli narsalar bor ekan. Bularni hammasini olaman, chunki men topshiriq bajarishimda albatta kerak bo'ladi bu narsalar. Tezroq hammasini olishim kerak. Oltin revolver ham bor ekan, ajoyib. Okey, xo'p. Lekin menga hozir qilish kerak, darajalar bor ekan, darajalarni ham olish kerak. Ikkinchi etaj bor degandi. Nima? Mana bu qanaqa eshik va qushloq ko'rinib turibdi obunachilar. Iltimos, sizlar tezroq kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'ying. Tezroq biza birga bo'lishimiz kerak. Shuning uchun tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu yonlariga pullar qo'yilgan va mana bu musiqa asbobi, lekin nomini bilmayman. Mani uyim ko'rinar ekan. Bu yerda esa kambag'alni uyi. Mana bu musiqa asbobini nomi nima, bilganlar kommentariyaga yozib ketsin. Okey, xo'p, mana bu narvondan tushamiz va bu yerda podval kutib oladi bizani. Okey, podvalda garaj bor ekan. Mana bu podvalni tagida mashinalari, mebellar, shunga o'xshagan narsalar. Temir eshikni ochishimiz kerak. Bu narsa nima? Yo'q, mana bu keraksiz narsani qaranglar. Mana bu eshikni ochishimiz kerak. Demak, okey, birinchi topshiriq. Mana bunday qilamiz. Okey, qayoqqa ketyapti? Mana shunday qilamiz. Yaxshi. Okey, xo'sh, qani, eshik ochildimi? Nimaga ochilmadi hozir eshik? Men hamma narsani to'g'ri qilgandim-ku, yana ochilmadi. Yo'q, mana bunday qilamiz. Qani, demak, ochildi obunachilar. Bizning eshigimiz ochildi. Yo'q, bular kim bo'ldi? Salom Kompot, yana bir bor. Mana bu biznesmen. Bundan rechak sotib olishing mumkin Kompot. Eshiklarni ochish uchun senga rechak kerak bo'ladi. Yaxshi, tushundim. Demak, bundan rechak sotib olish kerak, lekin menda unaqa pullar yo'q-ku. Bu narsani nima qilaman men hozir? Nima urishim kerakmi jinursa? Yo'q, jonimni olyapti. To'xta, yaramas, otib tashlayman men. O'ldirdim obunachilar. Pullar tushdi. Yaxshi, endi biznesmendan sotib olishimiz kerak rechakni va ajoyib obunachilar o'xshadi. Okey. Xullas, endi davay, ana bu temir eshik. Bu yerda eshik yo'q ekan. Mana shu yerga qo'yamiz va bu yer ochiladi. Bu yana qanaqa knopkalar bo'ldi obunachilar? Bu yana qanaqa knopkalar bo'ldi obunachilar? Bu knopkalar bilan men nima qila olaman? Demak, bittasini topib eshikni ochishim kerak, lekin bu yerda qaysi eshik ochiladi? Men bilib bo'lmayapti. Okey, bosib chiqaylikchi, nimadir bo'lar. Iltimos, tezroq kanalimga obuna bo'linglar. Obunachilar, bosib chiqdim va qayoqqadir o'g'rana jinursin. Nima kerak bu narsa? Nimaga meni uryapsan janob? Iltimos, men sizga hech narsa qilganim yo'q, meni urmang. La'nati, men seni hozir shu tuzoqlarga tushiraman. Mana bu qanaqa tuzoq? O'q otarkan. Okey, jinursin, hozir meni o'ldirib qo'yadi bu odam. Yo'q, nimaga ketishga qolyapman? Okey, davay, shuni bo'lsing. Yo'q, yaramas. Menda qurol bor-ku, revolver bor menda. Rechak bu yerga, demak, rechakni qo'yishim kerak. Garajga olib borar ekan. Qanaqa garaj? Qayoqdaman men hozir obunachilar?
Yo-mayo, qaranglar obunachilar, men qayoqqa paydo bo'lib qoldim tushunursiz. Mana bu mashinalarning ko'pligini qaranglar. Yo-mayo, bu yerda ko'rinmas mashina ham bor ekan obunachilar tushunursiz. Mana bu gelikni qaranglar. Sizlarga shu yerdan qaysi mashina yoqdi? Kommentariyaga yozib ketinglar. O, mototsikl ham bor ekan. Vobcha ajoyib-ku bu boy bo'lish. Vau, qaranglar, mana bu har xil turdagi mashinalar bor. Sizlarga shu mashinalardan qaysi biri yoqdi? Kommentariyaga o'z fikrlaringni yozib ketinglar obunachilar. Davay tezroq yozib ketsalar ajoyib ish bo'ladi. Okey, xo'sh. Xullas, menimcha bu boyni zadaniyalari, ya'ni topshiriqlari tugadi menimcha, tugadi. Xullas, endi men bu yerdan chiqib ketishim kerak va Bomishnikiga boramiz obunachilar. Tushunyapsizlarmi? Bomishnikiga, lekin menda mana bu darajalar ko'p, ko'rdinglarmi? Uzoqdagi darajalar meni oldimga yaqinlashi. Qanday eshik ochildi hozir? Menimcha daraja bosgan bo'lsa kerak. Xullas, boy, mana men seni topshiriqlaringni bajardim. Endi Bomishnikiga o'tamiz. Okey, hozir uyi haqida bizga gapirib beradi. Xullas, meni uyimda unaqa qiziqarli narsalar yo'q, faqat topshiriqlar qiziq deb o'ylayman. Kapot, menga 3 ta o'yinchoqni olib chiqib berishing kerak topshiriqlar ichidan. Kapot, uyimda atrofini bemalol ko'rib chiqaver. Kapot. Okey, yaxshi, uyini ko'rib chiqamiz. Menimcha kamchilik yo'q. Yaxshi uy bo'lmasa ham, lekin yaxshi obunachilar. Dva nima degan, xullas. Uzr, bir qiziq gaplar gapirib yuboryapman. Tezroq kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Okey, tezroq birga bo'lishim kerak. Uyim sirxona bo'lib yotibdi. Okey, xo'sh, mana bu sanduqda menga kerakli narsalar bor-da. Mana bu kiyimlarni olaman. Bular menga aniq kerak bo'lib qoladi. Okey, menimcha boshqa narsa kerak bo'lmasa kerak. Qilich ham kerak bo'ladi. Aniq-ku, kim bilandir urushishimiz ham mumkin obunachilar. Nima mana podval? Podval obunachilar. What the fuck? Mana bu amaki kim bo'ldi? Rechak, yo-mayo, rechak, suv bilan nonga rechakmi? Men qaydan topaman hozir suv bilan nonni? Brat, bobo ekansiz-ku. Mayli, lekin men hozir qayerdan topaman o'ylayapsizlarmi shu narsani? Yo-mayo, mayli. Stop, axir bizada sanduqlar bor-ku. Sanduqlarni ichini ko'rib chiqsam, ajoyib fikr-ku. La'nat, okey, sanduqlarni ichini ko'rib chiqaman obunachilar, balkim ichidan paydo bo'lib aytdim-ku men sizlarga. Rechak mana, men sendan sotib olamanmi? Ahmoqmanmi? Mayli obunachilar, lekin boboy bekorga turgani yo'q. Kim bu? Yaramas bomich jinursin, men yaramas, men seni o'ldiraman jinursin. Suyak bilan uryapti. Suyak yomon tegarkan qochish kerak. Yopamiz, yo-mayo, yarimta jonimni olib qo'ydi obunachilar. Mana bu brat bizga kerak bo'lar ekan. Okey, rechagini sotib olmasak bo'lmas ekan obunachilar. Mana bulka bilan suvga. Demak, buni sotib olamiz bu bratni. Qaytarib bering. Okey, xo'p bo'ldi, yaramas boboy. Bekorga boyam ismay taylabman. Okey, mana bu yerga qo'yib ocharkanmiz rechak bilan. Men kerak emas deb o'ylagandim. Nima bu parkourmi? Obunachilar, bu parkour. Demak, men parkourdan bemalol o'taman obunachilar. Iltimos, sizlar tezroq kanalimga obuna bo'linglar, please. Tezroq obuna bo'lsalaring shuncha yaxshi bo'lardi. Tezroq birga bo'lamiz va men yana bitta orzuyimga erishgan bo'laman. Davay, tezroq obuna bo'lib qo'yinglar shu joyida. Okey, mana bu yerga sakraymiz. Boyni zadaniyalari menimcha qiyin bo'lsa kerak, yana ham bilmadim. Okey, bir amallab o'tib oldik. Bu yana qanaqa brat bo'ldi? Okey, salom, bu brat nima sotadi? Nima? Yo-mayo, biza butilka jinursin, qayerdan topaman men hozir? Bu yerni ochishimiz kerak rechak evaziga. Okey. Obunachilar, men hozir bo'ldi, tushundim obunachilar. Mana bu yerga daraxt ekamiz va kerakli narsalarni yasaymiz hozir. Okey. Keyin ana bu brat bizga butilka beradi. Butilkani ana bu rechakka almashtiramiz. Bo'ldi, tushunish qiyin emas. Okey, tezroq instrumentlarni yasab olishim kerak. Birinchi instrumentni yasash uchun bizga verstak kerak bo'ladi. Okey. Xo'p, qilich bilan nima edi ko'ra olmay qoldim. Okey, mayli, qilich bilan bolta yasaymiz va tayyor obunachilar. 10 ta butilka oldik bratdan.
Bratdan yana ko'proq narsalar olishimiz kerak okey, ko'proq narsamiz botilka olishimiz kerak. Bizada 10 ta botilka bor. Yaxshi, hozir yana kerakli narsani mana bunday qilib yasaymiz. Hozir iltimos sizlar joyida obuna bo'lib qo'ya qolsalaring ajoyib ish bo'lasa edi. Okey, xo'p, sizlarga qaysi youtuber yoqadi? Kommentariyaga yozib ketinglar obunachilar. Okey, 20 ta bo'ldi. Yana 4 ta kerak. Bizga 4 ta kerak emas. Nima qilaman men 4 tani? Okey. Xo'p, yana bitta kerak. Okey, mana bunday qilamiz. Daraxtni chopamiz obunachilar. Yaxshi, ajoyib. Iltimos obuna bo'lib videomga like bosib qo'yinglar. Bratni tishi tullodan ekan, bilmabman. Bo'ldi, 24 ta bo'ldi. Davay tezroq. Okey, mana bu narsani qaytarib bering. Boya bittasi ham shunaqa qildi. Olsam yana o'ziga oldi. Okey, Misrxonaga xush kelibsizlar. Yo-mayo, buncha badbo'y bo'lmasa buning uchun Misrxonadan boya boshida aytgan 3 ta o'yinchoqni topish kerak obunachilar. Misrxona. Okey, xo'sh, o'yinchoq qayerda? Mana bitta o'yinchoqni topdim men obunachilar. Ajoyib. Okey. Mana bu yerda yana bitta nima bu sichqonchami-da? O'shanga o'xshagan narsa bor ekan. Okey, xo'sh, yana bittasini topishimiz kerak endi. Qayerdan topamiz? O'rgimchak uya bo'lib yotibdi. Bu narsa bizga kerak emas. Okey, yana bitta o'yinchoq kerak bizga. Qani? Bu gidrant, bu narsa bizga kerak emas. O'yinchoq topolmayapman. Nimaga o'yinchoq topolmayapman? Okey, hammaylar obunachilar, men shuni topdim. Xullas, bo'ldi obunachilar, shuni olib boramiz. Uchinchisi yo'q menimcha-da. 3 ta devorda mayli chiqib ketamiz bu yerda endi obunachilar. Bir amallab chiqib oldim bu yerdan obunachilar. Xullas, tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Xullas, bomich mana men sen aytgan o'yinchoqlarni olib keldim. Xullas, Kapot o'zaga aytib ketdi. Tezroq aytsang-chi, ichimiz qizib ketyapti. yo'q, to'xtanglar. Buni obunachilarim hal qiladi. Axir menda obunachilarim bor-ku. Davay obunachilar, tezroq kommentariyaga yozib ketinglar. Kimni uyi yoqdi sizlarga, tezroq yozib ketinglar. Xullas, barchaga xayr. Sizlar bilan men Kapot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr obunachilar. Barchaga xayr.